Ovudiki u. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. U. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Uning ayrim shakli. Misol usul. Uning ayrim shakli. Misol dumboq. Uning oyog'idan olinadigan shakli. Misol bug'a. Uning oyog'idan olinadigan shakli. Misol Mas'ud. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Usul u harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Dumboq u harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Bug'a u harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Mas'ud u harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Un, suv, tuz, turna, uzun, o'tun. Ular nima ish qilyapti? Azaldan top ko'rib baxmagan bir kishi basketbol musobaqasi bo'layotgan maydonga kirib qopdim va tomoshabindan so'rabdim. Ular nima ish qilyapti? Top o'ynayapti. Hey, 10 odam bir topni talishib avar bo'lguncha bir odam birdan o'ynasa bo'lmamdi?